Yaqinda Komsomol ko'lida Beshyog'ochda suv ostida kim ko'p turish bo'yicha musobaqa bo'lib o'tdi. Bu musobaqaga Amerikadan, Fransiyadan mehmonlarimiz qatnashib, bir o'zbek xonavotli akamiz tepalarda turib birma-bir odamlarni chaqiryapti xonavotli akamiz. Qani kim tushib ketdi suvga? Amerikalik mehmon. Amerika qo'ymaysan, ha 1 minut. Qo'y mana 2 minut. Ha 3 minut. 4 minut. Ha 5 minut. Ha Amerika qo'ymaysan 6 minut. Malades 6 minut deganda amerikalik suvdigidan ko'tarib chiqqan darrov chiroyli qizni kelib yelkalarga chochuvlarni yopib, bir chekka olib jurnalistga savol javob qilishgan. Ketidan yana baqirib qoldi. Kim tushib ketdi? Afrikalik mehmon. Afrikalik malades. Sen mana 1 minut. Ha 2 minut. Ha 3 minut. 4 minut qo'ymaysan qora habash. 5 minut. 6 minut. Ankli bez bo'shashma. 7 minut. Amerikadan o'tdi bir tushgan. 8 minut. Malades 8 minut degan afrikalik suvdan ko'tarib chiqqan darrov chiroyli qizni kelib, shikorat qizlar yelkalarga chochuvlarni yopib, jurnalistni bir chekka olib savol javoblar qilishgan. Akamiz yana baqirib qoldilar. O'zbeklardan bormi? Tushib ketdi. Ko'p. Xonavotli yeshmadi ekan. Malades yeshmadi ekan. Bo'shashmay aka 1 minut. Mana 2 minut aka. 3 minut, 4 minut yashagan aka. 5 minut. Bir bachchini yeshmadi ekan. 6 minut. Yashagan aka 7 minut. Amerikadan o'tkiz yeshmadi ekan bir bachchini. 8 minut. 9 minut. Afrikadan o'tkiz ekan Malades. 10 minut. Yeshmadi ekan chiqib o'ring bo'ldi aka. 11 minut. Yeshmadi ekan. 12 minut. Yeshmadi ekan. 13 minut. Voy yeshmadi ekan chiqing suvdan. 14 minut. Yeshmadiga o'zingizdan chiqsangiz bo'lmasmi deysiz? 15 minut olib chiqinglar, kim borsa bir 4 ta vodalar suv tagiga tushib, yeshmadigamizni beyo, qo'l oyoqlardan ko'tarib darrov tashqariga olib chiqishib, qo'l oyoqlarini silkitib, og'izlaridan suvlarni chiqarib, hali akamiz yugurib kelib, yeshmadiga nima bo'ldi aka, tinchlikmi? Sog'misiz, tirikmisiz? Akamizdan ko'zlarini chala yarim ochib, "Padaringlar. To'g'rat qilaman deb engashuvdim, qaysi birlaring turtvordilaring?" Aka tushga tushibsiz 15 minutdan turadimi suv tagida darrov chiqa qolmaysizmi akajon? Qaraqib chiqaman, ishtorim daraxt ildiziga ilinib qoldi yetgan ekanlar.